Assalomu alaykum. Word dasturi bo'yicha darslarimizni davom etamiz. Mana bugungi darsimizda dizayn hamda maket bo'limi bilan to'liq tanishib o'tamiz. Demak, boshladik. Dizayn bo'limimizda mana belgilangan matnga turli xildagi dizaynlar berishimiz mumkin. Men o'zim to'g'risi buni umuman ishlatmayman, chunki qo'lda, ya'ni o'zim xohlagan tarzda bajarishni ma'qul ko'raman. Shuning uchun bu oynadan deyarli foydalanmayman. Svet bo'limida esa turli xil ranglarda qilishingiz mumkin. Bu ham men uncha ishlatmayman. Shrift bo'limi bu o'zi umumiy mana shu menyuni o'zi temalari bilan tayyor holatdagi matn terishga yordam beradi, ya'ni oldindan tayyorlangan. Bu hali kerak bo'ladi. Worddan PowerPointga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazishda mana shunday dizaynlar orqali o'tkazishimiz oson bo'ladi. Shuning uchun buni batafsil o'rgatganda o'shanda nasib qilsa ko'rib o'tamiz. Mana bu intervallar ham, effektlar ham sizga uncha kerak bo'lmaydi. Shu sababli biz hozir mana bu chegaralar bilan ishlashni birinchi o'rganamiz, keyin mana bu yerda qiziq bir jihatlarni ko'rsatib o'taman. Tasavvur qiling, siz mana shunday maqola tayyorladingiz va sizga aytishdiki, yuqori qismidan mana bu yuqori listdan pastgacha bo'lganda 2 sm bo'lsin, pastdan ham 2 sm, bu yerdan 1,5 yoki 2,5, mana yerdan esa 1 bo'lsin deyishdi. Buni qanday amalga oshirasiz? Siz shunchaki matnni teravering, ya'ni mana bunday tasavvur qilamiz, mana maqolamiz. Uni tayyor qilganimizdan so'ng, boya aytib o'tgandim, vid bo'limida lineyka agar sizda bunday turgan bo'lsa, lineykani yoqasiz va mana bu to'q turgan joyga bir necha marotaba bosasiz sichqoncha bilan. Ana endi bizdan polya chiqdi. Ya'ni bu yerda qanday o'lchovlar berishimiz. Verxniy, demak yuqoridan pastgacha 2 bo'lsin, nijniy ham 2 bo'lsin. Leviyda 2,5 deyilgan bizda maqola topshirish shartida, praviyda 1 deyilgan ekan. Periplot degani bu agar o'sha listni chiqaraman desangiz, mana bu listni yon qismida alohida joy qoldiradi. Ya'ni periplot degan narsa bor, ya'ni qog'ozlarni birlashtirish uchun plasmasli narsa bilan o'tkazib qo'yadi. U uchun hozircha bizga kerak emas, unday niyatimiz yo'q. Sleva sverxi bunga teginmaymiz. Nijniy albomni degan narsa borki, nijniy bu to'g'ri uzunasiga turishi, albomni ya'ni rasmlarni ko'rinishi. Buni alohida keyin ko'rsatib o'taman. Demak, hammasi tayyor. Qaysi uchun? Hammasi uchun Kafsim dokumentim degan bo'limdan OK'ni tanlaymiz. Mana surildi. Ana endi maqola bunday tarzda bo'lmaydi. Ya'ni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, xunukroq. Shuning uchun to'liq belgilaymiz matnni. Glavniy bo'limidan mana buni tanlaymiz. Keyin buni o'zini markazga qo'yib qo'yib, qoraroq qilishimiz, oformleni yana ham berishimiz mumkin. Bu shunchaki mana bu chekkalar bilan ishlashni ko'rsatib o'tdim. Mana endi yana shuni ham batafsilroq ko'rib o'tsak, biz polya bo'limini ko'rdik, razmer bo'lmagan. Razmer bo'lmaganda turli xildagi qog'oz razmerlarini belgilashimiz mumkin. Agar siz shunchaki oddiy A4 da ishlaydigan bo'lsangiz, teginmaganingiz ma'qul. Istochnik bo'lmaganda ham shunga oid, bu hali bizga uncha kerak bo'lmaydi. Mana bunda tasavvur qilamiz, siz doimiy tarzda turli xildagi maqolalar tayyorlaysiz va har safar uni 2 sm tepadan pastdan qilib belgilashingiz xohlamaysiz. Demak, kirganingizda sizga tayyor bo'lsin, siz shunchaki maqolangizni yozishingiz mumkin. Buning uchun kerakli parametrlarni belgilamamizdan so'ng по умолчанию bosamiz, dani bosamiz. Keyin har safar kirganimizda xuddi o'sha xarakterdagi sahifa bizni kutib oladi. Shu bilan asosiy mana bu parametrlarni berishni ko'rib o'tdik. Ana endi men sizlarga qiziq bir jihatlarni ko'rsatishda davom etaman. Ko'pchilik so'raydigan narsa, hozir bir namuna ko'rsatay. Mana shu rasmdagi fondagi yozuv qanday qo'yilgan. Bu fondagi bu o'zi slaydda yaratganimda qo'ygandim. Photoshop emas, bu soddagina qo'yilgan. Xuddi shu narsani Wordda ham qo'yish mumkin. Qanday qilib? Tasavvur qilamiz, maqolamiz orqasiga qandaydir bir brendni yozib qo'yishimiz kerak. Mana dizayn bo'limi, podложкаga kiramiz. Mana bu yerdan tayyor shablonlar ham mavjud. Lekin bular shunchaki bossangiz, uzoqdan ko'rsataman. Mana chernovik yozuvi tushib qolyapti. Bizga o'zimiz uchun ixtiyoriy kerak. Shuning uchun podложка bo'limiga kiramiz. Mana настраиваемыйga kirsak, qanday bo'lishi kerak? Rasm bo'lsin desangiz, biror bir rasmni mana bu yerdan ko'rsatib berishingiz mumkin. Internet bilan bu uncha tavsiya qilmayman. Rasm kerak emas, matn bo'lsin. Qaysi tilda? Ingliz tilida tekst qanday bo'lsin? Demak,
namuna deb yozamiz. Shrift qanday bo'lsin, razmerlari qanday bo'lsin, u razmerlarni keyinchalik ham o'zgartirishingiz mumkin. Rangi qanday bo'lsin. Hozir aniq bilinish uchun qora qildim, lekin qora qilinmaydi ko'pincha. Shuni eslab qoling. Qanday bo'lishi diagonal, ya'ni listni bu burchak bilan bu burchakni tutashtirish kerakmi yoki gorizontal bo'lishi kerakmi? Shuni hisobga olamiz, primitivni bosamiz. Mana. Razmerimiz biroz kichkinaligi uchun o'xshamadi. 50 ga bosib ko'ramiz. Yana ham kichraytirib berdi. Yana xuddi shuni tahrirlashimiz uchun podloshkaga kiramiz. Настраиваемga kirib, boyagi ranglarni o'zgartirib chiqishingiz mumkin. Mana bu o'lchamini yana ham kattaroq kiritishimiz mumkin. Zakritni bosamiz, mana fonda tayyor. Bu shunchaki hozir ko'rib chiqdim. Uni keyinchalik siz uzunroq qilishingiz, yana ham ranglarni o'zgartirish, u funksiyalar o'sha qiyinchilik tug'dirmaydi. Granitsalarni belgilab chiqish. Bu menimcha hech kim ishlatmasa kerak. Bu o'sha ko'ryapsiz, fon turli xil ranglarga kiryapti. Ma'lum bir holatlarda ishlatishimiz mumkin. Buni shunchaki ko'rsatish uchun ko'rsatdim. Ana endi ramka berish bor. Masalan, siz agar oliy ta'limda o'qiydigan bo'lsangiz yoki maktabda o'qiydigan bo'lsangiz, yozishingiz uchun mana atrofda qanday chiroyli ramkalar berishingiz, bezak berishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun dizaynga kiramiz, granitsa straniца, ya'ni sahifa chegaralar degani. Granitsa qanday bo'lsin, straniца, zalivka kerak emas, granitsa. Ramka qo'ymoqchimiz. Ramkamiz chiziqlari qanday bo'lsin? Masalan, menga ko'pincha mana bu yoqadi. Rangi qora bo'laversin, qalinligi 3. Okay. Mana buni o'ziga berdi, matnni o'ziga. Biz sahifa bo'yicha berishimiz uchun granitsa, stranicaga kiramiz, ramkaga kiramiz. Bu yerdan mana shuni tanlagan holatda shunchaki o'zini qo'yishimiz mumkin. Mana ko'rdingiz. Keyin agar siz yozuvlaringiz qandaydir bunga aralashib ketayotgan bo'lsa, mana shu granitsani ham parametrlarini o'zgartirishingiz mumkin. Mana buni kichikroq qilib yoki qalinligini ko'rgandan so'ng parametrda mana yuqoridan qancha bo'lsin, pastdan qancha bo'lsin, относительность deyapti, крайняя страница, ya'ni sahifaning o'sha burchaklarga qaragan holatda bo'lsinmi yoki matnga nisbatan shuncha masofada bo'lsinmi? Mana buni qilamiz. Mana biroz surildi, ya'ni biroz yaqinlashdi. Buning uchun eng yaxshi parametri o'sha aytib o'tganimdek krай страница bo'lib, mana ularni kichikroq qilishingiz mumkin. Keling 15 dan qilib chiqamiz. o'n besh. Okey. Mana biroz chetlashdi. Bundan tashqari, mana bu chetdagi chiziqlarning o'rniga ham qandaydir rasmlar qo'yishingiz mumkin. Endi bu ehtiyojingizga kelib chiqib, qanday xohlasangiz. Yulduzchani qo'yib ko'ramiz. Ana sizga ajoyib sahifa tayyor bo'ldi. Demak, biz dizayn bo'limi bilan qisqacha tanishdik. Mana bu panelni o'rganmadik, chunki uncha qo'llanilmaydi. Men shu paytgacha qo'llamadim, lekin hech qanday zarar kelgani yo'q. Shu sababli uni o'rgatmaslikka qaror qildim. Keyinchalik PowerPoint bilan ishlashda bu joylari kerak bo'ladi. Shularda bir tanishib o'tamiz. Mana bu joylarni ko'rib o'tdik. Ana endi biz maketga o'tamiz. Keling, yangitdan bitta sahifa ochaylik. Unga har doimgidek o'zimizning matn terib beruvchi funksiyamizni kiritamiz. Bizga katta sahifa kerak. Ana endi ishni boshlaymiz. Bizga maket bo'limida nimalar mavjud? Polyada sahifani parametrlarini tanlashimiz mumkin. E'tiborli bo'lishingiz kerak. Siz tanlagan parametrda keyinchalik printerda chop etishingizda kichikroq, juda ham katta bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun agar sizda shunchaki A4 o'zi bo'ladigan bo'lsa, hech qanday o'zgartirish kiritmaganingiz ma'qul. Orientatsiya qanday bo'lishi kerak? Albomni qilamiz, hamma listlar albomli bo'ladi. Yana shunday holatlar borki, hozir uni alohida misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Tasavvur qilamiz, mana keyingi sahifada bizning rasmimiz bor. Rasm tayyorlab qo'ygandim men рабочий stolda. Рабочий stol, tasavvur qiling, mana bu rasm eniga turishi kerak. Qanday qilamiz buni? Birinchi rasm tabiat manzarasi o'rtaroqqa qilamiz. Endi qarang, bu hammasi
maket bo'lim bilan qaraydigan bo'lsak, knijniy bo'lib turibdi, ya'ni kitob. Bizga albom kerak, ya'ni rasm keng bo'lib katta ko'rinish kerak. Shuni shunday belgilaysiz. Belgilagandan so'ng orientatsiyaga kirib albomni belgilasangiz, yana shu holatga tushib qoladi. Bizga faqatgina mana shu sahifani o'zi kerak. Demak, biz rasmni joylamoqchimiz. U rasmimiz albomda bo'lishi kerak. Belgilaysiz, imkon qadar tagidagi matnlar bilan to'liq. Keyin mana bu maket bo'limidagi mana bu belgiga bosamiz. Xuddi boya ko'rib o'tganimizdek. Bizga albomni kerak, kafsem dokumentdan emas, только mana bu vydeleniy bo'yicha. OKni bosamiz. Mana bular o'z holatda qoldi. Keyin siz rasmni o'zingiz xohlaganday kenglikda yoyishingiz mumkin. Enlarini to'g'irlash mumkin. Bunda hech qanday muammo kuzatilmaydi. Orientatsiya shunday jihatlarda kerak. Agar siz umumiy hammasi albomli bo'lishi uchun kerak desangiz, buni albomlidan boshlashingiz mumkin. Razmer ham boya aytib o'tganimdek, qanday razmerdagi qog'ozga kiritishimiz uchun bu kerak bo'ladi. Kolonka nima? Kolonkani hozir ko'rsatib o'taman. Demak, bitta misol uchun bir matn yozib olamiz. Biroz uni yaqinlashtirib olsak, buni kopiya qildik. Endi mana bu bo'limdagi kolonka nima? Kolonka ikkita qilsak, mana bu yerdan ko'rdingiz, demak ikkiga bo'lib beryapti sahifamizni. Kolonka degani qisqagina tushuntiradigan bo'lsam, sahifani bir nechta qismlarga bo'lishimiz uchun kerak. Tasavvur qilamiz, bizga qandaydir so'zlar, oddiygina mana lug'at tayyorlamoqchimiz, ikkita bo'lishi kerak. Bu yerda inglizchasi, bu yerda o'zbekcha tarjimasi. Jadval hosil qilmagan holatda shunchaki so'zlarni belgilashimiz uchun. Demak, birinchi navbatda kolonkadan kerakligini masalan 3 ta deylik. 3 tadan yozib chiqamiz. So'z ana endi shunday bo'lsinki, mana shu so'z bitta kolonkada, tarjimasi ikkinchi kolonkada, namuna uchinchi kolonkada bo'lishi kerak. Buning uchun tarjimaga bosib, razdelitga kirib, kolonkaga kiramiz. Mana ko'rdingiz, demak mana shu bo'limdan bo'lib berish kerak. Razriv kolonka. Ana endi bundan so'ng har bitta yozgan so'zimiz uning tagiga yozilib boshlaydi. Ko'pchilik kolonka bo'yicha ishlashda buni bilmaydi. Keyin qanday holat yuzaga keladi? Mana bitta sahifa ochamiz. Masalan, tasavvur qiling, maket bo'limi kolonka ikkitalik qildi. Matn uchun matn. Uni kopiya qiladi, keyin ketma-ket qo'yib boradi. Endi qarang, nima hosil bo'ldi. Demak, siz ikkinchi kolonkaga o'tishingiz uchun agar boyagi metodni qo'llamasangiz, mana bu qatorni to'liq to'ldirishingiz kerak. Balki sizga yarmigacha kerakdir, qolgan qismi kerak emas. Shunday holatda razriv kolonka qilib ham buni o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bu kolonka bilan ishlashni yana ham osonroq yo'li edi. Endi davom etamiz. Kolonkani bilib oldik nimaligini, razrivni ham qo'llashni ko'rib o'tdik. Kerak holatlarda ko'rsatib o'taman, chunki biroz qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu yerda so'zlarni o'tkazish, bular bizga uncha kerak bo'lmaydi, intervallar. Xo'sh, ana endi keyingi bo'limga o'tsak bo'ladi. Keling, vaqtimiz bor ekan, vid bo'limi bilan ham tanishib o'tsak, bu juda ham sodda. Bu birinchi navbatda biz darsni boshidan beri ishlatyapmiz. Mana bu pakazat bizga kerak bo'ladi. Lineyka, setka bunday holatda bo'lishi mumkin, navigatsiya holati bu uncha kerak emas. Bu o'sha poisk berganda izlaganimizda ishlatgan edik. Masshtab qilishimiz yana ham yaqinroq. Menimcha unda muammo bo'lmaydi. Buni mana bunday qilib yaqinlashtirishimiz mumkin. Kontrolni bosgan holatda mishkani g'ildiragini oldiroq, orqaroq qilib surishimiz mumkin. Undan so'ng новое окно degani bor edi. Bu nima degani? Demak, 5-hujjatni ikkita oynaga bo'lib berdi. Buni to'g'risi men o'zim qo'llamayman. Menga vid bo'limi asosan mana shu 3 ta narsani yoqish uchun kerak bo'ladi. Keyin rejim чтения bilan mana bu 3 ta ko'rayotgan bo'lsangiz, belgi bilan mana 3 ta belgi bir xil. Bu qachon kerak bo'ladi? Qachonki sizda katta bir hujjat bor, uni kitob shaklida o'qishingiz uchun, mana hozir boyagi maqolamiz qani. Mana shuni o'qishingiz uchun mana buni bossangiz, xuddiki kitob shaklida qilib beradi. Siz buni yonga o'tkazib, o'qib, rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Lekin asosan mana bu bo'lim bilan ishlaymiz, shuning uchun uncha vid bo'limidan ko'rinmaydi. Strukturasi.
Bunda o'sha struktura ko'proq hozir biz qo'llamaymiz. Keyinchalik kitoblar, ya'ni nimalardir yaratishda uni o'rgatib chiqaman. Bu sal qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Xo'sh, chernovik masshtablarni ko'rdik. Несколько страница. Mana alohida ko'rsatyapti. Har bittasi stranitsa bo'lsin deyapti. Eniga ko'rsatyapti. Bu xuddi mana masshtabni o'zgartirgandek. Ya'ni mana uzunasiga qilsangiz har bittasi, yaqinroq qilsangiz yana ham ko'rsatadi. Bir nechta sahifa yonma-yon bo'lishi uchun mana bunday qilsak yonma-yon qilib ko'rsatib beradi. Unda hech qanday muammo bo'lmaydi o'rganishingizda. Новый oknani boya ko'rib o'tdik. Bu uncha kerak bo'lmaydi. Razdelit. Ular uncha shart emas. Mana bu makros bo'limi. Ko'pchilik tanishlaringiz ham sinab ko'rishingiz mumkin. Agar bironta bir tanishingiz Word dasturini juda zo'r bilaman, 100% bilaman, unda ham deydi maqtanadigan bo'lsa, shunchaki makros yasab berishini so'rashingiz mumkin. O'shandan keyin uni darajasini bilib olishingiz mumkin. Makros nima? Makros haqida hozir qisqacha aytaman. U haqida nasib qilsa keyin batafsil alohida videorolik qilishimiz kerak. Makros biror bir amalni avtomatlashtirishimizga yordam beradi. Qisqacha qilib aytganda, buning imkoniyatlari ko'p. Tasavvur qiling, oddiygina mana Kirillni Latinga o'tkazish ham bir kichik bir makros yoki qo'shimcha dastur sifatida qabul qilishimiz mumkin. O'shanday makroslarni biz hosil qilishni o'rganishimiz kerak. Chunki bu birozgina qiyin funksiya, ham qiziqarli bo'ladi albatta. Nasib qilsa bular haqida alohida video dars tashkil qilamiz. Menimcha hozir sizga aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Yana qandaydir savollar bo'lsa, albatta guruhimizda berishingiz mumkin yoki kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi darsdan o'tkazib olmaslik uchun albatta kanalimizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Izlanishdan charchamang.